Bazı qo'shilib aromatik uglevodorodlarning eng birinchi vakili bu benzol. Bunun 825 yılda Michael Faraday aniqlagan. Benzolning formulasini tuzilishini ko'rib chiqamiz. Qanday holatda tuzilgan. Benzolda har bir uglerod atomi sp2 ga hibridlangan. Mana bu uglerodning elektron konfiguratsiyasi mana bu sakrab o'tadi bu yoqqa. Natijada S'dan bitta 3 ta p orbitalda elektronlar mavjud bo'ladi. S'dan bitta, P'dan ikkitasi gibridlanishda ishtirok etib, uchta sp2 gibrid orbitalni keltirib chiqaradi. Uchta sp2 gibrid orbital manfiy tomonlari bilan bir-biri bilan birlashib ana bunday shaklni keltirib chiqaradi. Ana endi bitta gibridlanmagan p elektron qolib ketgan. O'sha gibridlanmagan p elektronlar mana bu yerda turadi. Endi o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, benzolda 6 ta uglerod bor. Mana bu uglerod atomi sp2 gibridlangan. Demak, ana bunday holatda gibridlangan. Bu uglerod atomi ham sp2 ga hibridlangan. Bu uglerod atomi ham sp2 ga hibridlangan. Bu uglerod atomi ham sp2 ga hibridlangan. Bunisi ham sp2 ga hibridlangan. Va nihoyat bunisi ham sp2 ga hibridlangan. Mana endi 6 ta bolalar keladi. Bilamizki, har bir uglerodda bittadan p elektron qolib ketgan. O'sha p elektronlar avval mana bu yerda bittasi keladi, ikkinchisi mana bu yerda keladi deb benzol molekulasida 3 ta qo'shbog' bor degan ma'lumot ham bor edi bolalar. Ya'ni mana bunaqa holatda bor edi. Gibridlanmagan p orbitallar bir-birini qoplab, mana shunday p elektronlar bir-birini qoplab pivoni beradi degan ma'lumot ham bor edi kitoblarda. Ana endi keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bolalar, agar bunday vaziyat kuzatiladigan bo'lsa, mana bu yer yaqin, ya'ni qo'shbog'ni esa 134 angstrom ekanligini bilamiz. Yakkabog' esa 154 angstrom ekanligini bilamiz. Unda benzol halqasidagi har bir uglerodning masofasi birovi kattaroq, birovi kichikroq bo'lishi kerak edi, lekin olimlarning aniqlashicha bu bolalar teng ekan. Demak, benzol halqasi uzunligi hammasi bir xil. Hammasi bir xil 1.4 angstrom ekan. Buni qanday tushunamiz? Buni shunday tushunish kerakki, bolalar, mana bu pi bog'lar ikkitasi birlashmagan ekan. Bunday holatda qo'shbog' hosil qilmagan ekan. Har bitta pi elektron, gibridlanmagan p elektron har bir uglerodning o'zida qolgan. Mana ular hammasi birdaniga qo'shilib turib bog' hosil qilgan. Ana shundayga ichidan qo'shilib turib bog' hosil qilgan. Shuning uchun ham keyingi paytlarda benzolning tuzilish formulasini to'g'rilab yozayotganda bitta aylana qo'yib qo'yishga to'g'ri keladi. Mana bu benzolning o'zini kelib chiqishi, tuzilishi. Ana endi benzolning gomologlari bo'ladigan bo'lsa, bolalar, benzolning gomologi ana metil benzol
metil benzol yoki trivial nomi tolug'ol gibridlanishi benzol halqasi xuddi mana bunday bo'ladi. Bitta metil radikali esa sp3 gibridlangan bo'ladi. Mana sp3 gibridlanishining shakli bor. Demak, benzol va uning gomologlari xuddi halqaning gibridlanishi, qolganlari esa alkanlarni gibridlanishi bilan bir xil bo'lib ketaveradi.